Hör Uyghur Radiosi. Assalamu alaykum muhtaram azizlar. Hammalarga Hör Uyghur Radiosidan salam. Hörlük suyar Uyg'urlarning radiosidan salam. Hör Uyghur Radiosi 2004-yili marhum kompozitor Al-O'g'li Kurashkusan apandimning bevosita yetaklashida Shvetsiyaning Eskilstuna shahridan Uyg'urcha anglatish boshlab, toki marhum apandimning tuyuqsiz vafotiga qadar nurg'un nadir asarlarni elga sungan edi. Biz marhumning izini besib, bugun 2022-yili 1-yanvardan boshlab Hör Uyghur Radiosidan har kuni 10 minutlik Uyg'urcha programmani ishlab elga sunmoqchi. Yangi yil quyoshi hammalarga hörlük quyoshi bo'lg'usi. Har bir kun, har bir aylanga xayrlik, omadlik bo'lg'usi. İnşallah bu yangi yil dillarga rohatlik, aziz tillarga salomatlik bo'lg'usi. Har biringlarning oilasi, atrofi hörlük nuri va barakatlarga to'lg'usi. Yangi yil yangi bahordan derak bergusi. Inoqlik, ömlik, mehribonlik, g'alaba har bir qarindishimizga yor bo'lg'usi. Biz hammamiz hörlikka tashna. Ish ömlikda, kuch birlikda degan o'rtaq g'oyada hammamiz birga tirishsak, Uyg'ur hamon bir kun hör bo'ladi. Hör mustaqil vatanni quralaydi va dunyoga chaqalaydi. Hörlik yashasin. Harakatimiz to'xtamasin. Abduri Uyg'uriyan. Bizning Uyg'ur qirg'inchiligini butun dunyo bildi degan so'zimiz intayin nisbiy etilgan so'z azizlar. Uyg'ur qirg'inchiligi texi to'xtamadi. Vatan azod bo'lmadi. Harakatlarimiz hargiz to'xtamasin. Hargiz to'xtamasin. Dünyada 7 milyard atrofida inson bor. Ularning ichida hammasi anglamadı. İmkoniyat nuqtasidan hammasiga anglitib bo'g'ilimi bo'lmayotdi. Qimmat nuqtasidan hammasi anglashning zarurati yo'q balki. Hamma davlat millatlarning eng kuchli siyosatchilari, tashkilotlari, aqlliq va bilimlik olim tadqiqotchilari, kuchlik va puldor boylari, ta'sir doirasi bor cho'lpon va tanarqatchilari bilsa balkim yetarlik. Ammo garchi navbatda qo'limizda dunyoviy jamiyat tekshirish doklati bo'lmasa-mu, shu turkumlar ichida Uyg'ur qirg'inchiligini bilmaydigan, ishonmaydigan, anglasimu yuzaki anglag'anlarning nihoyat ko'pligi ma'lum. Bu nuqtadan olganda qiladigan ishimiz nihoyat ko'p. Qiladigan ishimiz nihoyatmi ko'p qarindoshlarim. Nurg'un samimiy gruppalar va xalq ommasi bilan bir sapda men va sabdoshlar Uyg'ur Xitoy axborot urushi, tor bekatchilik, tarat qulog'i so'zlash, sotsial media jengi, leksiya va naq maydon so'zlash, namoyishlar, sonliq ma'lumot ombiri qurish, xalqni guvohlikqa etaklash, guvohlik berish, hukumat organlariga xat yozish xizmatlarini 2017-yil oxiri, 2018-yil boshlari boshlagan edik. Hozirmi bu harakatlar davom qilyotdi. Necha yuzlagan medialarda yuzlab maqolalar, hujjatlik filmlarimiz, guvohligimiz, namoyishlarimiz, leksiya va maqolalarimiz dastlabki shu harakatlarimizdan xotira sifatida qoldi. Şu çağlarda yüzünü echib o'tirg'i chiqqanlarmi cheklik edi. Masxir qilganlar, ishning ahamiyatiga ishonmaganlar, qo'llamaganlarmi bor edi shu chaqda. Xitoylar burun beshini ko'targanlarning urug' tuqqanlariga ig'ir jazo berdi. Hammalarning xabari bor. Jumladan mening opam, 2 enim 10 yildan 15 yilgacha, navri enim va singillarim, tog'a hadillarim izdiraksiz yo'q qilindi. O dastlabki mezgillarda siyosatchilar, liderlar, raislar, dahilarmi hozirgidek ko'p emas edi. Natijada uyg'onganlar tirishib, dunyodagi nopuz va kuch egallariga
Uyghur qirg'inchiligining doirasi va paketlarini yuzlagan olimlar va medialar yordamida tonutdiq. Әмділікті дүнияның хелі қысмы, jumladan 42 davlat BDT'da Xitoyga hech bo'lmasa Uyg'urlarga insoniy muomala qil deydigan. Ondan ortiq davlat Xitoy Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik yoki insoniyatga qarshi jinoyat o'tkazdi. Olimpikni boykot qilamiz yoki sodini cheklaymiz deydigan yerga keldi. Lekin Uyg'ur qirg'inchiligi hech to'xtamadi. To'xtamayotdi. Xitoy vatanda zulmni shakl o'zgartib, ming xil shaklda davom qildiryotdi. Buni dunyoda texi to'liq bilmadi. Chunki biz to'liq va izchil harakatlanmadik. To'liq va izchil harakatga o'talmadik. Bizning ishimiz naytimi ko'p. Xizmatlarimiz naytimi mushkul, ammo to'xtamasligimiz lozim. Shundaq turuluq yaqinda irqiy qirg'inchilikqa qarshi harakatlarga, Xitoyga qarshi harakatlarga susluq ig'irlamoqda. Yoki shaxs yoki tashkilot sabablik xalqimiz uchun so'zlashni, ko'zga ilmaslik va mansitmaslik, so'vib qilish, to'xtab qilish, unumi yo'q deb qarash, qiziqmaslik kuchaymoqda. Buning nurg'un sabablari bor bo'lishi mumkin, ammo bu intayin o'sal ahvol. Aramızda texçe Xitayning mahayitini bilmegenler heli baken. Bilsimi uyganmagan, hareketke ötmegenler heli hem köp. Hareketke ötsimi Xitayga karşı oldingi sap axbarat, gualık, siyasi diplomatiya sahasida rol ötevatqanlar nahayitimi az. Ama bizning bir burchimiz bar. İnsanlık burchimiz bar. Davamlıq vatanimiz ve milletimiz üçün sözləş, hərəkət qilish, izdinish, həmkarlaşış. Meyli qandaq siyasi təşkilat, ideologiya, gruppa, din yoki mazhab bo'lsin, hech kim bizni o'z xalqimiz, vatanimiz üçün hərəkət qilishdan to'siyalmasligi kerak. Suslashtiranmasligi kerak. Biz olg'a qarab mengishimiz lozim. Nima qilamiz degichilarga xizmatlarning turlari shu qadar ko'p. Buni tashkiliy ham yakka holatda qilg'ili bo'ladigan shaklda o'rtaqlashib keldik. Xizmatlarning unumi, ta'siri tuguni yo'q. Ularni tashlab bar choralar ustida o'ylanish, hamkorlash qilib bo'ladigan barliq kuchlar bilan hamkorlashish, bir-birimizga ilhom va madad berish mas'uliyatimiz bor. İnsani mas'uliyatimiz bar, qarindoshlik mas'uliyatimiz bar. Qirg'inchilikda to'xtamadi, vatanda azod bo'lmadi. Vatandagi xalqimiz bir Alloh va bizlar umid kutyotdi va kutadi. Ularni tashlavatmayli, vatanni tashlavatmayli, vatandagi xalqimizni unutmayli, vatanni unutmayli azizlar. Hammamiz o'xshash kimada. Abduri Heytahun. Mezhebiniz, təşkilatınız, nemi bo'lsin, siz o'ltirayotgan cho'ng kimini unutmang. Agar sizning kindiq qeniniz Sharqiy Turkistonda to'kilganlar bo'lsa, hammamiz bir kimida degan gap. Xitoy patrvatmoqchi bo'lgan kimimiz petib ketsa, tashkilotlarimizning, atqan şuarlarımızның, hatta Sharqiy Turkiston atalg'usiga qarshi unumuni tatbiqib har jili vatnimizga o'zingizcha taqiladigan hayvatlik ismlarningmi hech qanday qimmati qolmaydi. Uyg'ur millati nobud bo'lib ketgan kuni o zaminning nima qimmati qolsin? Sharqiy Turkiston davası ko'p qirliq dava bo'lib, diniy e'tiqod erkinligidan tortib, adoqi g'oya bo'lgan mustaqil davlat qurishgacha kishilik huquq, avtonomiya huquqimizning kapolatga ega bo'lishi qatorliq masalalar bir jarayon xolos. Bizning qaysi munbarda, qaysi temani ko'tarib chiqishimiz boshqa nuqtaga ahamiyat bermaganligimizni ko'rsatmaydi. Palani pokoni vaqtida mana debdikan, pokoni kishi palani sahnada pokoni Xitoy boyig'inda qatnashibdikan-yu, pokoni mustaqillikni talab qilmabdikan, shunga mustaqil bo'lolmabdikanmiz
Tayvanning paloni tarixida Pustoni Xitoy Aysa Yusuf apandim bilan Ahmad apandi haqida mundaq debdikan. Bularning hammasi quruq gap xolos. O'tmishni ko'chilsaqmi, arxiv qazsaqmi, tarix va arxiv deganlar natijada insonning mas'uli. Sharqiy Turkistonning yangi chegara degan ma'nodagi atalmish Xinjiang degan shu nomi ishg'ol qilingan, yangi qo'shilingan zimin deganni bildirib turmamdi. Tarix deganni g'oliblar yozadi, unutmayli. Tarix deganni g'oliblar yozadi. Mustaqillik degan Xitoydan yoki bira g'arb davlatidan tilab og'ili bo'ladigan narsa emas. Uni 5 doimiy hay'at a'zosining biri Xitoy bo'lgan Birlashgan Millatlar Tashkilotimi bizga elib berilgan ish yo'q. Hem shundaqla jim o'ltirib elib, "Yo Rabbim, davlatimni mustaqil qilib bergayla" deb yig'lab qo'yganga mo'jiza yuz beribmi qolmaydi. Bu Alloh taolo bekitgan koinotdagi sunnatullohga zid. Tarixda hech bir qavmni quruq duo bilan mustaqil bo'lgan emas. Shundaqla naqshi tovlab mustaqil bo'lgani ko'rilmagan. Uni biz Alloh taolo ko'rsatgan usul bo'yicha badal to'lab, qonliq badal to'lab, amaliy kurash qilish orqali o'zimiz olamiz. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar, aziz qarindoshlarim.